Biletga ham yordam qilishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, biletga ham yordam qilishi mumkin. Ishonarli odamlar bo'lsa, ko'pchilik endi aeroportdan qochib ketayotgan mashinniklar juda ko'p. Men o'zimga ham ko'p papal bo'lgan. Yaxshi insonlar uchun biletlari ham mana olib beriladi. Bir oyda siz toza uyga qancha oylik chiqarasiz? Shu 100 ming, 120 ming toza chiqaradi. Gruzchiklarni necha yoshgacha qabul qilasiz? Shu 18 yoshdan aka 60 yoshgacha, 50 yoshgacha bemalol kelaveradilar. Hozirgi kunda rubl kursi juda past, lekin siz qanday qilib yuqori kurslarda o'z yurtingizga rubl jo'natishni bilmayapsizmi? Unda bizni tinglang. Mir Preveligi. Mir Preveligi Rossiya bo'yicha eng yuqori rubl kurslarini sizga taklif qiladi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga pul jo'natishda eng yuqori kurslar faqat bizda. Mir Preveligida. Bu hali hammasi emas. Agar siz ham Musofir TV 2004 promokodidan foydalansangiz, rublni yanada yuqori kurslarda jo'natish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning bank mijozlari uchun qanday yengilliklar berishiga o'zingiz baho bering. Mir Preveligi eng yaxshi xizmat faqat bizda. Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka singillarimiz. Sizlar bilan men Hasan, sizlar bizni Hasan Musofir TV kanalimizga kuzatib turibsizlar. Do'stlar, mana biz ancha kunga tanaffusdan so'ng sizlarga yana Podmoskvadan ish chiqaryapmiz. OK skladidan. Bu yerga ishchi akalarimiz kerak bo'ladi, 30 ga yaqin. Shu 100 ming, 150 ming rubl oyiga pul ishlab yurgan akalarimiz va brigadir akamiz bilan turibmiz. Hozir sizlarga tushuntirib boramiz. Video davomida shu like bosingizlar, podpisatsiya bosingizlar, kanalda yangilar Telegram kanalimni kommentariyaga zakrib qilib ketaman. O'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Yangi ishlarni sizlarga chiqarib boramiz. Sizlar ishga taklif qilamiz Podmoskva patenti bilan. Videoni kuzatishda davom etingizlar. Biz polna informatsiyani sizlarga berib boramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, tinchmisiz? Shahboz aka ismingiz adashmasam. Qayerdan bo'lasiz? Biz Navoiydanmiz. Navoiydanmiz. Bu yerga qancha odam kerak? Bizga 30 talarga, 40 talarga yaqin odam kerak bo'ladi aka bu yoqqa. Bu yer rayonning nomi nima? Rayon Lobnya, bu mana o'zi Litvinova deyiladi aka. Tushunarli. Mana Lobny stansiyasidan 30 kilometr uzoq joyda ekan. Sizlar shu yerda videoni shu yergacha kuzatgan bo'lsalaringiz, yana 3-4 minut izoh bilan 5 minut vaqtlaringizni olaman. Rabochiy proseslargacha ko'rsatamiz. Akamiz hozir unda qo'lni tushuntiradi. Aka, oyliklari qanday va qanday avans beriladi? Podmoskvaning patenti kerakmi, kerak emasmi? Podmoskvani patenti обязательно kerak bo'ladi. Registratsiyamizni o'zimiz yordam beramiz, o'zimiz taxlab beramiz. Patenti bo'lmagan odamlarga ham o'zimiz yordam beramiz. O'zbekistonda bo'lgan odamlarga ham o'zimiz yordamga kelishga harakat qilamiz. Uydan kelayotganlarga ham yordam beramiz. Da, O'zbekistonda bo'lganlar odamlar ham bemalol yozishi mumkin. Telefonlarimiz ishlab turadi. Bemalol biletga yordam qilasizlar. Biletga ham yordam qilishimiz mumkin. Biletga ham yordam qilishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, biletga ham yordam qilishi mumkin. Ishonarli odamlar bo'lsa, ko'pchilik endi aeroportdan qochib ketayotgan mashinniklar juda ko'p. Men o'zimga ham ko'p papal bo'lgan. Yaxshi insonlar uchun biletlari ham mana olib beriladi. 30 ga yaqin odam kerak. 30 ga yaqin пока что odam kerak aka. Qanday ishlar kerak? Bizga hozir данный момент грузчикlar kerak bo'ladi. Грузчикlar qanchadan yoziladi kuniga? 2800 dan kuniga yoziladi aka. Ish umuman qiyin emas. Mana bunaqa texnikalar beriladi. Texnikada teriladi paketlar, также korobkalarni presga tiqiladi aka. Kuniga 5 ta 6 ta pres qilinadi. Undan keyin dalshi ishni qilib yuradi aka. 1,5 soat ish plus 1,5 soat почти obed bo'ladi aka. Tushunarli. 9 dan 9 gacha ish vaqti, 1 soat obed, ya'ni yo'l bilan o'tib ketadi. 10 soat, 1,5 soat ish vaqti qoladi. To'g'ri. Yotoq joy общежитияmi? Yotoq joyimiz ishxonadan почти 10 minutlik yo'l. O'zimiz mashina bilan borib olib kelamiz. Vot obed beriladi. Borib kelishlar tekin yo'l. Borib kelishlar tekin aka. Obed ham tekin bo'ladi, xudo xolasa. Ertalab yeb ichar, kechki payt o'zlaringiz qissalaringizdan bir oyda bir marta avans, bir marta oylik. 15-chisiga avans beriladi. 30ta уже xudo xolasa oylik. Zadishka yo'q. Zadishka yo'q aka. Tushunarli. Mana zadishka yo'q. Bir oyda bir marta avans, bir marta oylik. Gruzchiklarga 2800 rubldan yozilib boriladi, lekin bundan ko'tarilmaydimi oyliklar? Oyliklar ko'tarilishi mumkin. yarim yil davomida. Вот. Есть также komplektovchiklar kerak bo'ladi bizga. Komplektovchiklarga har bitta korobkasiga 240 rubldan beriladi. Mana akalarimiz o'zimiz teriladi. Odam yangi kelgan bo'lsa agar, также naushniklar bor, terminal bilan terishi mumkin. Kim ruschani bilmasa agar terminal beriladi, kim ruschani bilsa agar naushnik bilan terishi mumkin. Udovsiyaga qarab moslashtiriladi. Gruzchiklarni necha yoshgacha qabul qilasizlar? Shu 18 yoshdan aka 60 yoshgacha, 50 yoshgacha bemalol kelaveradilar. Mana gruzchiklarda puli arzon deb, hali qimmat pulga ishlab yurganlar negativ kommentariy yozib ketmaymiz. Mana yosh katta akalarimiz
tog'alarimiz kuzatib turgan bo'lsa, bemalol kelib ishlab, normalni belingiz og'rimay 2800 rubldan kuningizni o'tkazib ishlab yursangiz bo'ladi. Bu akalarimiz ham 4000 5000 aylantiradimi? Endi kuniga aka shu 4,5 dan 5000 gacha, 6000 gacha, даже 7000 8000 topadigan odamlar ham bor bularda. Bular o'zi Endi buyursa. от себя зависит, что yuzdan nima qiladi. Вот, и как бы каждый коробкаga 240 rubldan beriladi. Odamlar 2000 ta, 2200 ta teradi aka. Normagacha 1700 taga terishi kerak bo'ladi. Bu akalarimiz shtabilyorda ishlaydi. Akalar bu yoq komplektovchiklar, bu yoq ham komplektovchiklar, o'zimizda shtabilyorchiklar ham bor. Shtabilyorchiklar уже потихоньку тоже nabrat qilamiz aka. Xudo xolasa. Sizga kattakon rahmat. Unda men ishchilardan so'rayman o'zlarini, Inshaalloh. akalarim. Sizning gapingiz rostmi, yolg'onmi bilib olamiz. Yaqinroq kelamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Qayerdan bo'lasiz? Navoiydan. Navoiydan nechinchi yilsiz? 2005. 2005. Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? 3 oydan beri 3 oydan beri. Ob'yemga ishlayapsizmi? Ha, ob'yom. Korobkasiga qanchadan beri? 2-4. 2-4. Bu yerda qanday tovarlar taxlanadi? Oziq-ovqat. Oziq-ovqat, yegilik, magazinlarga ketadigan tovarlar. Ha. Bir oyda bir marta oylik, bir marta avans ekan. Beriladi. Oylik qancha olyapsiz bir oyda? Toza. Oylik toza 100 rubl. 90. 90 ming, 100 ming rubl oyiga. Yotoq joy besplatno. Yotoq joy, mashina, bir mahal obed besplatno. Registratsiya qilib beradimi? Registratsiya ham Besplatmi registratsiya? besplat. Patenti chekiga qarab. Patent ham o'zimizdan, kissamizdan. Bu yoq registratsiyani besplatno qilib beradi. Ha, besplatno. Tushunarli. Kuniga 3,5 ming, 4 ming rubl aylantirasiz. Ha, da, aylantiramiz. Gap yo'q, rahmat unga sizga. Charchamang, endi bu akamizdan so'raymiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Ismingiz kim aka? Furqat aka. Furqat aka. Qayerdan? Navoiydan. Siz ham Navoiydansiz. Nechinchi yilsiz? 95. 95. Necha yildan beri ishlayapsiz? 3 yildan beri ishlayman. 3 yildan beri 2001-yil bolaga o'xshaydigan yosh ko'rinadigan kostyumingizdan. Siz 3 yildan beri ishlatgan bo'lsangiz, bu yerda bo'risi bo'lib ketgan bo'lsangiz, arslon. Bo'ladi. Xudoga shukr. Bir kunda necha mingta pik qilyapsiz, tovar Shu taxlayapsiz? 2000 ta, 1800 ta. 2000 ta, 1800 tasi 204 degani endi qancha kopeyka? Почти 5000 ga boradi. Kuniga ishlagan 5000 ga boradi. Bilmadi deganda shu 4000 bordi. Bitta korobka qancha endi rublga? 240. 2 rubli 40 kopeykaga to'g'ri kelar ekan bir korobkasi. Bu akamiz 1800 ta, 2000 ta pik qiladi bir kunda. 5000 rublga boryapti. Toza olayotgan pulingiz qancha bo'lyapti oyiga? Bir oylik pul berilar ekan. Bir oyliga shu 140, 150, 130 har xil endi. Yeb ichish baribir ketadi. Qaror shtraflar bor, baribir o'ziga yarasha. Yotoq joy общежит бесплатно ekan, registratsiya besplatno, obed besplatno. Shunaqa rostmi? Shu. Bir oyda qancha shtraf berib qo'yasiz? Endi o'ziga bog'liqda, korobka endi buzilib, shunday nima qilmasa, ehtiyot bo'lib ishlasa, Nimalarga shtraf beradi? aslida shu tovar buzilib qo'ysa, tovar oshishi mumkin emas. Bir oyda siz necha ming rublgacha shtraf bergansiz? Shu 5000 gachada. 5000 5000, 3000. Bitta tovar endi suvlar bor, suvlar endi yorilib ketishi mumkin, yiqilishi mumkin. Shunga qarab. Mana shtraflarni ham so'rang deganlar ko'p bo'lgani uchun so'rayapmiz. O'zlaringiz ishlashlaringizga zavisit. Bir oyda siz toza uyga qancha oylik chiqarasiz? Shu 100 ming, 120 ming toza chiqaryapsiz. 100 ming, 120 ming rubl chiqaryapsiz O'zbekistonga. Pul yuborayotganda bank mer privilegini aytib ketaman. 2004 promoga bilan pul yuborsangiz, juda qulay baland kurslarda yuborasiz. Mana shu kuzatib turgan akalarimizga ham eslatma bo'ladi. Shu videoning orasida aytib o'tib ketyapman sizlarga. Siz Sberbankdan yuborasizmi pulni? Nimadan yuborasiz? Sberbankdan. Bu bank mer privilegini yuborsangiz, O'zbekistonning puliga bir 2000, 3000 so'm yuqori yuborasiz. Gap yo'q. Charchamang aka. Shu kuzatib turganlarga nima deb qolasiz? Bir ikki oz gapirib o'ting. Endi kesalar ishlasinlar, bekormi yurmasinlar. Birgalikda bosasiz. Birgalikda gazim bosamiz. Shunday nasib bo'lsa. Gap yo'q aka, charchamang. Yana 5 ta tashlab qo'ying. Sog' bo'lingizlar. Aka-ukalarimiz mana ishlayotgan akalarimizdan so'radik. Endi 90 ming, 100 ming, 150 ming, 140 ming oyiga ishlab bergan har xilda ishlar bor ekan. O'zlaringizga bog'liq, qaysi ish qo'llaringizdan kelsa, harakatlaringizga bog'liq. Shahboz aka, unda siz рабочий proseslarni ko'rsatasiz aka. Да, конечно. Buni sizga taqib qo'yaman. Gapirib ketaverasiz, bemalol ket. Вот, также naushnik to'qiladi. Ishga kelingandan keyin birinchi bo'lib texnika tekshiriladi, zaryadka ko'riladi, zaryadka to'lab bo'lgandan keyin olinib, men kalit beraman, kalitni olib haydashni boshlaydi. Kirgandan keyin naushnik to'qiladi, registratsiya qilinadi. 3 minut, 2 minut vaqt olinadi bu narsaga. Вот, и aytiladi. Mana shunaqa allega borib, shu yechikadan, mana shu nomerdan borib
kodini ayt deyiladi. Ko'chma adresni aytadi, keladi Da, o'sha yerga. da, o'sha paytda korobkani orqasidagi 3 ta nomer aytiladi, o'sha korobka olinadi. O'sha nomer aytilgandan keyin nechta kolичествосini sizga aytadi. Nechta dona olish kerak? 3 ta yo 4 ta yo 5 ta. O'shanga qarab olasiz nechta bo'lganini. Также terminal bor. Terminalda еще проще ishlash. Kim ruschani bilmaganlarga terminal beriladi. To o'rganguncha и дальше naushnik bilan ishlashni davom ettiradi. Skladda ishlash uchun tilni bilish shartmi, shart emasmi? Til bilmaganlarga o'zimiz yordam beramiz, xudo xolasa. Asosda o'rganib Вот также ishlab ketishadi. Вот. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bularni qayerga olib borib taxlab qo'yadi? Buni olgandan keyin mana shunday akkuratni joylashtirib ketiriladi. Bu tugagandan keyin, zakaz tugagandan keyin strech bilan o'riladi, qattiq. O'shandan keyin printerda nomeri aytiladi. Printer nomeri aytilgandan keyin O'sha joyga nechta olib qo'yiladi. nima terganingiz hammasini spiskasi polностью chiqadi. Qaysi varotaga olib borib qo'yishingiz nomeri chiqadi. O'shani olib shu varotaga olib borib qo'yasiz. O'sha Shu yerdan bilan ketadi tabor. yangi zakaz olasanmi, yo'qmi degan savol beriladi. Dasho olasiz, yo'q. Pellikul bo'lgan payt chiqib ketib pauzaga qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni shu dars ketaveradi, xuddi shunday bu. da. Davomiga. To'ppa-to'g'ri. Mana akamiz sizlarga qanday tushuntiryapti. Chiroyli qilib shu videoni e'tibor bilan tomosha qilamiz. Mana shu ish jarayonini ko'rsatyapmiz. Aytilgan joylarga olib borib qo'yiladi, u yog'ini o'zi keyin boshqa ishchilar davom etadi. Aka-ukalarimiz mana gruzchik akalarimizga ham ish bor dedik. Mana gruzchiklarni ishini ko'rsatamiz, qanday qilib. Aka, siz ko'rsating qani unda? Bu также mana bunaqa texnikada грузчик ham qilib shunaqa texnika beriladi. Skladni ichi bo'yicha korobka paketda teriladi-da, mana bu zonaga olib kelib tashlanadi. Bu tarafga. Tashlab qo'yilgandan keyin o'sha yoqdan olinib, mana bunaqa ikkita press apparatlarimiz bor. Ikkita apparatga tiqilib, mana bunaqa press taxlanib qo'yiladi. Ha, mana shunday qilib Taxlanib qo'yiladi. 50 yoshgacha akalar, yoshi katta bo'lgan akalar ham bemalol kelib ishlasanglar bo'ladi. Ish qiyin emas. Unaqa объемga emas, bunga отдельно oylik beriladi 2800 so'm, 10,5 soat ish, bemalol ishlab ketaversanglar bo'ladi. Gap yo'q. Rahmat aka, charchamangizlar. Mayli aka, Ishlarga omad, sog' bo'ling. boshqa gap so'zlar qolib ketmadimi? Inshaalloh odamlarni kutamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Barakani olib Nomerlarga bog'lanib, bosib qo'yaveringizlar tanish bilishlarga. Rahmat.